Leksimizin devamını anlaşacağız hürmetli vatandaşım. Başka tallaş var mı yok? Mesela Amerika Koşmuş Ştatları için aytganda yuqorqidagi fikrlar o'tirg'i chiqqanda başka tallaş var mı yok? Qudratlik internasionalizmlik ruh bilan xalqaro ishlarga aralashishdan erishgan manfaat shuning uchun to'lagan badal bilan moslasha olamdi. Bu mesele del Amerika şirketleri tədqiqat orni, Amerikanın internasionalizmlik ruh bilan aralışış türleri gruppisini tədqiq qiladigan gruppi meselesi, Demokratiya Partisi'nin sabık senatör Joseph Lieberman ve senatör John Kelly'ye ortak riyasetçiligide bu türünü tədqiq qilishga chaqirilgan. Her xil siyasi arx görünüşke, her xil ideologiyaga o'xshash bo'lmagan yosh quramdagi mutaxassislar, tashqi siyosat mutaxassislari kelib qatnashdi. Lieberman va shundaqla John Kelly qatorliqlar bu yig'inni chaqirdi. Yuqoridagi mavzu temalar bo'yicha muhokama olib boradigan bo'ldi. Bu yig'inga mutaxassislar, yosh quramga o'xshash bo'lmagan ideologiyalik qarashlari farqli va siyosiy arx ko'rinishi o'xshash bo'lmagan mutaxassislarni chaqirdi va ular bu muhokama yig'inida qatnashdi deydi. Ular o'rtaq yoki negizlik o'rtaq tunish, ya'ni bugungi kunda Amerikaning yer shari xarakterlik rahbarlik roli Amerika xalqining bexatarligi, gullanishi va erkinligi uchun 70 yil burungi vaqtga silish turganda texmi muhimdir deydigan o'rtaq tunishga kelishdi. Yuqoridagi mutaxassislar muhokama yig'inida mundaq o'rtaq tunish kelishdi. Negizlik o'rtaq tunish, ya'ni bugungi kunda Amerikaning yer shari xarakterlik rahbarlik roli Amerika xalqining bexatarligi, gullanishi va erkinligi uchun 70 yil burungi vaqtga silish turganda Amerikaning dunyoviy ishlarga aralashishi bugun texmi muhimdir degan o'rtaq tunish kelishdi. Bu tədqiqat türünün mühim məsulü 12 ayının 13 günü doklad beriş yığınıga qatnaşdı. Sabıq senatör Joseph Lieberman mundaq ko'rsatdi. Amerikanın yer shari xarakterlik rahbarlik roli Amerikanın o'zining manfaatiga uyg'un. Mundaq aytganda, butun dunyo bo'yicha aytganda Amerikaning aralashishi to'g'ri deb qarab tura olmaymiz. Gerçi şundaq bolsunmu, belki şundaq deymizki, bizden bexatarligimiz, güllenişimiz, erkinligimiz, Amerikanın yer shari xarakterlik rahbarlik qilish roli orqaliqla ilgari suriladi. Mesela hem Amerika dunyoviy manfaat, dunyo xalqining va insoniyatning manfaati uchun ish qiladi deb turolmaymiz. Ya shu nuqtada turmaymiz. Ya'ni buni ilgirlab tushundiganda Amerikaning manfaati uchun aytganda bizning taraqqiyotimiz, gullanishimiz yoki o'zining manfaatiga uyg'un qilish nuqtasini aytgandami, Amerikaning dunyoviy ishlarga, xalqaro ishlarga aralashishi bu muhimdir. Amerikaning ilg'orlik markazi Duri di Leon bu mesele bo'yicha bexatarlik gruppisining o'rtaq raisi sobiq davlat mudofaa ministrligining muavin ministri bo'lgan bu kishi o'zining fikrini mundaq sharh